o'g'lim baland foizdan kredit olib qo'yibdi. Shu reklamalarni ko'rib keldim. Nima maslahat berasiz? Nima qilsak bo'ladi? Xo'p, opa qarang, o'sha olgan baland foizdagi 120 million kreditingizni yopib beramiz. O'zimizdan 300 million naqd konusini chiqarib beramiz. Qoldiq summa 15% dan bo'lyapti. Oylik to'lovi ham ancha ranjisa qoldi. O'sha to'lab yurgan pulingizga o'xshagan. Faqat 9 million 160 mingdan to'laysiz. Bunga paysi shundan to'layotdingiz. Da, shu. Xo'p, o'sha uyingizni garovga qo'yasiz. Bu yerda borib yopamiz. Yechib bersa tezroq kechgacha pulingizni olib ketasiz bir kunda. Значит, bir kun ichida hal qilib berasiz. Bir kun ichida hal qilib beramiz. Qachonki zapretni tezlashtirib yechib bersa olgan joyingizda. Shunaqa vaziyatda o'zimiz gaplashamiz-ku, nima agar kechiktirsa, ish ozgina kechikadi. Bizga muammo yo'q, biz bir kunda chiqib ketadi. Ha, shuni so'zi bor ekan, boshqa joyni sal cho'zadi. Biz boshladik unda ishingizni. Maksimalni tez harakat qilib chiqarib beramiz. O'rtoqlar, agar sizlarga ham 50 milliondan 5 milliarddan so'mlik variantimiz qiziqsa, pastda nomer qoldirib, telefon qo'yasiz. Garovga turar joy, noturar joy qo'yib bersangiz bo'ladi. O'rtoqlar, baland foiz olib qo'ygan bo'lsangiz ham kreditlarni yopib, past foizga chiqaradi. Puldan muammo yo'q.